Tasavvur qiling, sukunat hukmron osmon ostida hamma narsa tinchdek ko'rinadi, lekin aynan shu sokinlik ichida raqiblarning yuragini siqib qo'yadigan bir haqiqat yashirin. Ular bu qurol mavjudligini biladi. Uning nomi bor, soyasi bor, izlari ham bor. Lekin eng dahshatlisi shundaki, unga qarshi aniq yechim yo'q. Har safar xaritada paydo bo'ladigan noma'lum signal, har safar tizimlar tushuntirib bera olmaydigan ogish, har safar kechikib keladigan ogohlantirish bitta savolni uyg'otadi. Agar bu ishga tushsa, nima bo'ladi? Bu qurol haqida ochiq gapirilmaydi, lekin yopiq eshiklar ortida u doim muhokamada. Harbiy shtablar, tahlil markazlari va strategik xonalar aynan shu savol bilan band. Chunki bu qurol kuch bilan emas, mantiq bilan hujum qiladi. U tezlikni emas, vaqtni nishonga oladi. U portlashni emas, tizimni izdan chiqaradi. Shu sababli unga qarshi turish odatiy reflekslar bilan emas, butunlay yangi tafakkur bilan mumkin bo'ladi. Avvallari urush tushunchasi aniq edi. Dushman ko'rinadi, tahdid seziladi, javob chorasi ishlab chiqiladi. Ammo bu qurol o'sha tartibni parchalab tashladi. Endi tahdid ko'rinmasdan turib ta'sir qiladi. Raqib uni kuzatadi, tahlil qiladi, o'rganadi, lekin har safar xulosaga kelganda bitta narsa yetishmaydi. Qarshi yechim. Chunki bu qurol an'anaviy qonunlarga bo'ysunmaydi. U doimo o'zgaradi, doimo moslashadi va doimo bir qadam oldinda bo'ladi. Eng qizigi shundaki, bu qurolni yaratganlar ham uni oshkor qilishga shoshilmaydi. Chunki sirning o'zi ham qurolning bir qismi. Raqib biladi, lekin qanchalik bilsa, shunchalik ko'proq shubhalanadi. Har bir taxmin yangi savollarni tug'diradi. Har bir hisob-kitob esa noaniqlik bilan tugaydi. Natijada qaror qabul qilish sekinlashadi, ishonch susayadi va tashabbus yo'qoladi. Bu qurol urush maydonida emas, qarorlar qabul qilinadigan xonalarda g'alaba qozonadi. Chunki eng katta zarba texnikaga emas, onga beriladi. Raqib har bir harakatini 2 marta o'ylaydi, har bir buyruqni shubha bilan tekshiradi. Vaqt esa bu qurol foydasiga ishlaydi. Bir soniya kechikish butun tizimni izdan chiqarishi mumkinligini hamma biladi. Bu yerda gap faqat texnologiya haqida emas. Gap ishonch haqida. Avvallari mudofaa tizimlari qalqon vazifasini bajargan bo'lsa, endi ular savollarni ko'paytiruvchi omilga aylangan. Chunki bu qurol paydo bo'lganidan beri hech bir tizim o'zini to'liq xavfsiz deb his qila olmaydi. Har bir radar, har bir sensor va har bir algoritm sinov ostida. Raqiblar buni tushunadi va aynan shu tushuncha ularni eng ko'p qo'rqitadi. Vaqt o'tib, bu voqeaning ta'siri asta-sekin sezila boshladi. Tashqi dunyo savol bera boshladi, ichki muhit esa javob izlashga kirishdi. Nima uchun bu raketa boshqacha edi? Nima uchun u shunchalik e'tibor qozondi? Nima uchun u tarixiy deb baholandi? Javob esa oddiy edi, chunki u faqat temir va yoqilgidan iborat emas edi. U bilimdan, sabr-toqatdan va strategik fikrlashdan yaratilgan edi. O'zbekiston tarixida ko'plab burilish nuqtalari bo'lgan, ammo bu raketa voqeasi boshqalardan farq qildi. U ko'zga tashlanmasdan, lekin chuqur iz qoldirdi. U o'tgan voqealarni inkor etmadi, balki kelajakni qayta tasavvur qilishga majbur qildi. Endi savol shunchaki nima bo'ldi degan emas, balki bundan keyin nima bo'ladi degan savolga aylandi. Bu voqea shuni ko'rsatdiki, zamonaviy dunyoda tarix faqat jang maydonlarida yozilmaydi. U laboratoriyalarda, kompyuter ekranlari oldida jim ishlayotgan tizimlar ichida yoziladi. O'zbekiston bilan bog'liq bu raketa voqeasi ham ana shunday tarixning bir sahifasi bo'ldi. U baland ovoz bilan emas, ammo qat'iy va ishonchli tarzda yangi yo'l ochib berdi. Oxir-oqibat bu raketa voqeasi odamlarni o'ylantirib qo'ydi. Kuch nima degani, ustunlik qayerda, kelajak qanday bo'ladi degan savollar yana kun tartibiga chiqdi. Va eng muhimi, ko'pchilik shuni anglay boshladiki, haqiqiy o'zgarishlar ko'pincha ko'zga ko'rinmaydigan joyda boshlanadi. Bu raketa voqeasi ham aynan shunday bo'ldi. Jim, ammo tarixni o'zgartirishga qodir.